Mikrofonim tushib qoldi. Men hozir eng achchiq ramyon. Balki bundan ham achchig'i bordir, lekin bilmadim. Balki men hozir tinchakchiga qilmoqchiman. Koreyskiy tinchakchiga. Tak bizga kerak bo'ladi. Voy, bizga nima kerak bo'lardi? Piyoz, qo'ziqorin, piyoz, qo'ziqorin, xullas uyda nima bo'lsa shu. Chibeyningo. Mana tinchakchiga. Mana shu tinchakchiga bo'ladi. Kinchana, dum 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 dum. Oldin suv quyib olishimiz kerak. To'g'ri. Oldin mana bunga suv qaynatib olamiz. Gazimizni yoqib olamiz. Qilayotgan niqomni ko'rsataman-da, balki kimgadir qiziq bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Bundoq qilib ko'rsatay, ha? Okay. Endi hozir suv qo'yamiz. Kinchana, dim 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 dim. Kinchana. Mana. Suvlarimizni qaynatib bo'lganimizda keyin buradan hafifdan bir muzika bo'lib tursa yomon bo'lmasdi, to'g'rimi? Judayam to'g'ri. Men shu yerdaman. Kotib qolgan kal. Hozir mana bitta muzikani qo'yib olsa, zerikmasdan ovqat qilaman keyin. Meni hobbilarimdan bittasi muzika eshitib, ish qilish, nimadir qilish.